Navro'z bayramining barcha shahar va tumanlarda xalq sayli shaklida o'tkazilayotgani xalqimiz birdamligining yorqin ifodasidir. Viloyatimizning barcha hududlarida katta shodiyona bilan davom etayotgan Navro'zni ulug'lash, insonni ulug'lashdir shiori ostidagi tadbirlar olis manzillardagi aholiga ham ko'tarinki kayfiyat ulashmoqda. Muxbirimiz Chortoq tumanidan hikoya qiladi. Chortoq tumanidagi Qoramurt mahallasi markazdan ancha olisda, adirlar bag'rida joylashgan. Ushbu manzilda ham bayram ruhi hukmron. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi hamda tuman hokimligi hamkorligida tashkil etilgan Navro'z sayli ko'tarinkilik bilan o'tkazildi. Poklanish, mehr-oqibat, saxovat va bag'rikenglik kabi yuksak qadriyatlar mujassam bo'lgan ushbu tantanada elimiz ardog'idagi san'atkorlar, ma'naviyat targ'ibotchilari ishtirok etib, aholi bilan samimiy muloqotlar o'tkazdilar. Ayniqsa yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning inson manfaatiga xizmat qilayotgani haqidagi fikrlar aholi qalbida shukronalik tuyg'ularini yanada mustahkamladi. 2 yil oldin kelgan. 2 yil ichida shunday o'zgarish. Ko'chalar ravon, tekis. Eng muhimi bilasizmi? Xalqni qalbida, xalq ko'zida shukronalik kayfiyati bor. Umid bor, ertagiga ishonch bor. Bayramol kayfiyat nafaqat Chortoq tumani, nafaqat Namangan viloyat, butun o'zbek xalqini hech qachon qalbini o'chirmasligiga yaratadi. Men faxrlanaman. Shu millatimdan, xalqimdan, yurtimdan, namanganliklardan. Xalqimizning mehmondo'stligi Navro'z sayllaridagi bayram dasturxonida alohida ko'zga tashlanadi, chunki ko'k somsa, ko'k chuchvara, halim, sumalak kabi taomlar baraka timsolidir. Ushbu ayyomda katta doshqozonlarda palov damlanishi ham mahalla, qarindosh, urug', qo'ni-qo'shnilarning ahil-inoqligi, ezgu niyatlari birligini aks ettirdi. Qoramurt qishlog'imizda juda katta tantana shodiyona bo'lib o'tyapti. Xursandchilik, kayfiyat a'lo darajada bo'lyapti. Navro'z olam nishonlanmoqda. Taniqli aktrisalarimiz, aktyorlarimiz tashrif buyurishgan. Qishlog'imiz juda ham shod, xursand. Tadbirda tuman hokimi va ma'naviyat targ'ibotchilarining yuzma-yuz muloqoti tinchlik va farovonlikni, milliy qadriyatlarni asrab-avaylash va yoshlar tarbiyasiga e'tibor qaratish borasida muhim fikrlar bilan davom etdi. Bayram saylida nuroniylar, yoshlar va mehmonlar bir davrada jam bo'lib, xalqimizning asrlar davomida sayqal topgan urf-odat va an'analarni namoyon etdilar. Milliy o'yinlarimizdan arqon tortish, varrak uchirish, sport bellashuvlari bayramga yanada fayz qo'shdi. Kuy-qo'shiq va raqslar esa barchaga ko'tarinki kayfiyat baxsh etdi. Bugun Navro'z saylini yuqori kayfiyatda o'tkazayapmiz. 8-bog'chani jajji go'zal qizlari ham chiroyli raqslar bilan, ko'rgazmalar bilan o'zlarini taqdim qilishdi. Navro'z sayli juda zo'r o'tdi, a'lo kayfiyatda. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. E'tiborlisi, sayl faqat bayramona tadbirlar bilan cheklanib qolmadi. Mahallada tibbiy ko'riklar tashkil etildi. Arzonlashtirilgan oziq-ovqat yarmarkalari o'tkazildi. Yashil makon loyihasi doirasida ko'chatlar ekilib, hududda obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Ta'mirtalab yo'llar yangilanib, elektr tarmoqlari tartibga keltirildi. Bu kabi Navro'z sayllari yangilanish, obodlik va eng muhimi inson qadrini ulug'lash timsoliga aylanmoqda.